Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2000-yili 1-oyda nashr qilgan roman Ili to'lqinlari. Avtori Abdurahmon Qahar. 1-qism. 10-bob. 2. G'ulja shahrining vaziyati barg'ansiri jiddiylashdi. Liupindining buyrug'i bilan har kuni degudek gumonliq deb qaralgan odamlar tutqun qilinadi. Üzüldürmey tutqun qilish kishilarning ko'ngilda vahima, andisha paydo qilmoqda edi. Bugun to'g'ri ko'rik atrofida ahvol ushtum-tutla o'zgarib ketdi. Dukkandorlar dukkanlarni taqadi. Kira harvalari nalargadir mo'kingandek g'oyib bo'ldi. Hammalar joyda miltiqlarning uchiga yaltirab turadigan ishkilarni bekitib olgan ko'cha qaravullari turib ketdi. Qo'mondonchilar xuddi gunohkorlarni ilib mangandek idora xizmatchilari ham fuqarolarni to'g'ri ko'rik yenidiki klubga yig'moqda edi. Ma'lum bo'ldiki, Liupindi xalqqa so'zlamoqchi ekan, ammo kishilar gumonsirashga boshladi. Nemanchilar surlik yig'in bu? Ko'chaning ikki yoqqa turib ketgan soqchilar Liupindini qo'g'davatamdu yoki nilqa partizanlardan ansiravatamdu? Bizni klubga yig'ilib o'q tutamdi ya? Odamlar klubga liq to'lganda Liupindi bilan Abdukarim Abbasov sahnaga chiqdi. Abdukarim Liupindining so'zini tarjima qilish uchun chaqirtirilgan edi. Liupindi Ilida paydo bo'lgandan beri mundaq yig'inlarni ko'p ochgan va idoralarga ko'p borgan. U har qitimliq cho'ng kichik yig'inlarda xalq ko'nglini xotirjam qilishga urinadi va o'z ko'nglidagi beoromlikni yo'shirishga kuchab tirishadi. Shunglashqa u Nilqa bilan G'uljining qatnashini uzib tashlagan bo'lsa-mu, lekin qurolliq partizanlarning Nilqa tog'larida nima ishlarni qilayotganligi, bu ulug' tavrinishning hukumatni qandoq aloqazodlikka silayotganligi to'g'risidagi xabarlar uzilmay kelib turadi. Liupindi so'zini kulimsirab turib, xuddi xotirjam odam qiyofatida mundoq boshladi. Har millat, har kasbdagi fuqarolar, qarindoshlar, amdi xotirjam o'z ishinglarni qilaveringlar. Yaqinda Nilqa vaqasi bostirildi. Bu G'ini, Fatih, Akbar qatorliq 6 o'g'rining ishi edi. Ular bizga hayva qilib, tuyuqsiz Nilqa noyilik soqchi idorasiga besib kirib, ahamiyatsiz narsalarni bulab ketgan. Ammo bu ish yomon niyatlik odamlar tarafidan cho'ngaytilib so'zlanib, fuqarolar orasida vahima paydo qilgan. Lekin bu undoq vahima paydo qiluvdak cho'ng ish emas. Sizlar obdan o'ylab beqinglar. Necha million muntizam armiyasi, zamonaviy qurol yarog'lari bor hukumat bu ishga qarab turamdi. Bir necha o'g'rining parakandichiligiga kuchi yetmasmi? Albatta yetdi. Yetdi. Ularning kulini ko'kka so'ribatdi. Davlat armiyasining kuchini salchog'lamaslik kerak. Amdi bu 6 tok-tokning ishiga hayron bo'lib, gangrab tamtilab yurmanglar. Mening aytganlarimning hammasi rost. Undaq buzuq fitna pasachilarning so'zlariga ishonmaslik lozim. Buningdan keyin yana anglasanglar, hargiz ishonmanglar. Undaq yomon niyatli kishilarning ig'volarini vaqtida hukumatga ma'lum qilinglar. Shu chog'da sizlar xotirjam bo'lsizlar. Abdukarim Abbasov Liupindining so'zini tarjima qilish uchun sahnaning oldiga keldi. Uning chiroyida ta'na masxara chiqib turadi. U Liupindining so'zini boshqacha so'zlar bilan tarjima qildi. 6 o'g'ri degan so'zni nurg'un odam deb, 6 o'g'rining ishi deganni xalq harakati deb, ahamiyatsiz narsalarni bulab chiqqan deganini nurg'un qurol yarog'larni ilib chiqib ketgan deb o'ridi. Liupindi Uyg'urchani biladi. U bu so'zlarni anglab, chiroyi o'ngdi, tipirlab uyoq bu yoqqa mangdi va Abbasovni so'zlayotgan yerdan ittiribdi-da, ko'zlarini olaytib, tarini turib, o'zi Uyg'urcha so'zlashga tushdi. Abbasov uni xafa bo'lib g'azablanganligini va uni bo'sh qo'yatmaydiganligini fahmladi-da, paytni g'animat bildi. U so'zlayotgan paytdan foydalanib, tarat qilivilish bahonasi bilan hojatxonaning orqasidagi pakar tamdan u yoqqa serilib tushdi-da, ko'zni yumib ochqicha g'oyib bo'ldi. Liupindi so'zini tugatib keyniga, ikki yiniga qaradi. Abdukarimning o'zi turmoq, soyisimi ko'rinmaydi. U bulung pishqoqlarni izlashtirdi. Urumchidan ilib kelgan 6 nafar konvoylarni
u yoq bu yoqqa chaptirdi, lekin uni hech nadan topolmadi. Uning tezlik bilan qochib ketganligi ma'lum bo'ldi. Qandoq qilish kerak? O'zi so'zlagan fitna fasodchi ig'vogarning cho'ngi yenida ekan emasmi? Uni tutish kerak. Tutmay bo'lmaydi. Chapsanroq tutmasa balaning cho'ngini shu teriydi. Qapqonga tushgan bo'rni qochirib qo'yganimizni qarmamdigan. Astag'firulloh. Liupendi shularni o'yladi-da, yuragining alam o'tida kuyayotganligini, qayerdir bir yerlarining ichishayotganligini hasratlanib his qildi. Qara, buning yuragining cho'nligini, mening so'zimni tap tartmay, ta'tursiga tarjim qilganini, deb o'yladi va u tipirlab u yoqqa minib, "Xapsini, o'zimning kimligini sana tonutib qo'ymaydigan bo'lsam, bir qo'shiq qiningni ichmaydigan bo'lsam", u darhol buyruq tushirdi. "Shaharni qo'rshanglar, hamma yerni olib qo'ymay aqtiringlar, izlab tepib qo'lga olinglar." 3. Tushdan keyingi ixtiyoriy harakat vaqtida ili gimnaziya maydoni o'quvchilar bilan to'lgan. Maydonda ba'zilar voleybol, basketbol o'ynayotidi, ba'zilar torniqa esilib mullaq etyotidi, ba'zilar eriq yoqalarida o'ltirishib dars tayyorlashyotidi, paranglashyotidi. Maydonda ikki ko'k chapanliq paydo bo'ldi. Ular idora tarafga mandi. Qurg'uy ko'rgan qushqashlar tuyuqsiz jim bo'lgandek, puruqlab qaynayotgan qozonga sovuq suv quyayotgandek holat yuz berdi. O'quvchilar ko'k chapanliqlarga qarashib, bir-biriga asta pichirlashatdi. Yana birlari aksicha xushal bo'lib, yana birlariga hayva qilib, "Alt o'g'riga yon bosgan, ko'chlardagi hukumatga qarshi tashviq varaqlarini o'qiganlarni qo'ymay tutsa bo'ladi. Tutish, qamash, hatto o'ltirish kerak", deydi. Bu gapni anglagan to'limu chiroyli bir qiz nepiz lavlarini tishlab titrab, "Vijdonsiz", deb pichirildi-da, chetga berib eriq bo'yga bir kesak qo'yib, qo'lidagi kitobi bilan yuzini yepib o'ltirib oldi. Bu Rayhon ismli o'quvchi edi. Ikki o'g'il o'quvchi tornik o'ynagan bo'lib, parvozsizlar holda so'zlashatdi. "Kimni tutar? Botir G'ozi. Sen faraz qilib boqqina", dedi o'roqqina kelgan tungan yigit Uyg'ur tilida pichirlab. "Ko'rdingmi, Isoq", dedi boyqi Botir G'ozi ismli qozoq bola Rayhonni ishorat qilib. "Bu ko'k ishlar uningga qo'l solmaslar bo'ladi-ku. Qara, chiroyi tatirib ketibdi." Ko'k chapanliqlar maktab tartib mudirining ishoratlab ko'rsatishi bilan maydonda top o'ynayotgan ikki o'quvchini chaqirdi. Ikkisi o'yinni tashlab ularning oldiga keldi. Maktab tartib mudiri o'zining odatdagi mijoziga yot holda sipoyilishib, "Bularning sizlarga aytadigan ayrim so'zi bor ekan, anglab beqinglar", dedi. Ko'k chapanliqlar ikki o'quvchini boshlab mandi. Bu yerga yig'ilgan o'quvchilar birdinla g'azablandi, lekin g'azab ularning tugilgan mushlarida, tatargan yuzlarida, yongan ko'zlarida uchqundabla qoldi. Partlayolmadi, chunki vahimami bor edi. Shunga o'quvchilar vahima ichida vang-chung qilishib, ikki saboqdishni cho'ng darvozagacha uzitib minishdi. Maktab tartib mudiri ularning keyindan durildab kelishayotgan o'quvchilarga tarqilib ketish to'g'risida buyruq berdi. Shuningdan keyin o'quvchilar pichirlashgan, titragan va ba'zilari yosh ko'zlarini surtgan holda joy-joylariga tarqilib ketishdi. Ammo hech kimning qo'li o'yinga bormadi. Maktab ichi surlik tus oldi. "Sapla yuqori sinf o'quvchilarini tutdi-ku", dedi Botir G'ozi tamdak tatirib. "Ularni İlyas apandi bilan Nizomiddin apandining shaykilari deb tutibdi. Bu kun bizgimi bormidi? Tutilishni kutib qarab turamdiq. O'qishni tashlayli, bizning uyga chiqib ketayli", dedi Botir G'ozi. "Yomoniga kelsa, nilqiga ketimiz. Uni o'ylashimiz", dedi Isoq past ovozda. İli Millatlar Gimnaziyasi bino bo'lgandan beri o'z beshidan ig'ir yillarni o'tkazib kelmoqda edi. Gimnaziyada uzoq muddat turib qolgan o'qituvchilar oz. Ulardan 3 yil, 2 yil, 1 yil, hatto bir necha oylar ishlab yo'tkilib ketadiganlari, qo'g'linib ketadiganlari, o'zligidan bir kechada yo'qolib ketadiganlari ko'p. Yuz berayotgan bu sirli hollardan o'quvchilar dastlabda hang-tang bo'lishib yurgan bo'lsa-mu,
keyinroq bir-biriga ma'nilik qarshiydigan va quloqni quloqqa yiqib pichirlashadigan bo'lib qoldi. Keyingi 2 yildan beri gimnaziyada mundaq o'zgarishlar avj ilib ketdi. O'qituvchilar doirasidan chiqib, o'quvchilar ichidami tuyuqsiz yo'qab ketadigan, kechasi uxlayotgan chig'idala chaqirtilib, ilib ketiladigan ahvollar ko'paydi. Shu narsa aniq bo'lib qoldiki, heliqi ko'k chapalliq notanish odamlarning maktabdimi tili boshqa, dili bir yiqilari chiqib qoldi. Shuning uchun maktab tutib ketilgan bu o'quvchilarni surishtirmaydi. Rayhon yuzini kitob bilan yepib, o'pki deb yig'layotdi. U parishon holda chigishlangan xiyolini o'zining o'qituvchisi İlyas apandiga yo'tkidi. İlyas apandining o'tkir so'zlari, tamkin harakatlari, o'quvchilarga bo'lgan g'amxo'rlik ko'yimchanliklari, yenikmi emas, ig'irmi emas mijozi, bir ko'rgandila kishining esida qoladigan yiqimli qiyofati kimlarga ta'sir qilmagan? Shunga hammasi uni og'izdan tushirmaydi. U volleybol o'ynasa ajoyib mahir, biror sahna kitobi o'ynalsa chivar rejissor, ko'ngil ichish faoliyati bo'lsa dаңliq naqshchi edi. Bir qitim gimnaziya tanarkachilari bilan Gomindan lyotchiklari futbol musobaqasi o'tkazdi. Shu chog'da İlyas apandining o'quvchilarga qilgan 2-3 jumla so'zi ularning g'ayratiga g'ayrat qo'shdi. Musobaqa Harambog' gazarmasining oldida pastlikdagi to'p maydonida ilib berildi. O'yin toza jiddiylashayotganda bir o'quvchi pomzakni o'ng putiga ilib shundoq qattiq tepgan edi. Pomzak o'qdek uchib kelib, lyotchiklarning bir o'yinchisining og'ziga tegib, uning ustinki qalin kalpukini yervatdi-da, qon shurqirab eqib ketdi va uning havarang maykasini bulg'avatdi. Lyotchik og'zini tutib yugurganicha pomzakni tepgan o'quvchining oldiga berib, "Anangni, lukchak, sen qasdan qilding!" deb uningga devayladi. Musobaqa buzilib, kishilar yig'ilishib ketdi. Lyotchik terkib yomon tillar bilan uni tillashqa boshladi. Saproyi o'rlab, tipirlab, sakrab ketdi. Paylini buzib, maydondan chiqib, silib qo'ygan kiyimlari orasidan tapanchisini izladi. Shu chog'da İlyas apandi o'quvchilarning oldiga berib, "Hammanglar oldiga beringlar, miqdek qatlib turinglar", dedi. Lyotchik kiyimlari orasidan tapanchisini tipib, g'alvaragan holda heliqi o'quvchiga tanlagan chog'da musobaqaga tushgan va musobaqani ko'rishga borgan 50 dan oshiq o'quvchi mushlarini tugib, ko'zlarini alaytib, jiddiy qiyofatda uning oldiga miqdek qadalib turishatdi. Lyotchik bu holni ko'rib, kichik ko'zlarini chimchiqiltib kayniga dajidi. Qolganlarimi bo'shishib qoldi. Boshqa lyotchiklar kalpuki yerilgan heliqi lyotchikni orga ilib g'udunshib, "Ko'ristimiz, senlarga texi ko'ristimiz", deyishib, to'p maydonidan chiqib ketdi. Shuningdan keyin İlyas apandi sap bo'lib turgan o'quvchilarning oldiga berib, "Sizlar kim?" dedi temkinlik bilan. "Sizlar xalqning haqiqiy farzandlari. Sizlar ulardek lukchak, niyati qora odamlar emas. Ular kim? Ular shuhratparast, qoida tuzumni oyoq osti qiladigan, xalqqa zo'rlik qiladigan niyati qora, lukchak lyotchiklar. Sizlar hozir bir yangdan qo'l, bir yoqidan bosh chiqarib ularni yangdinglar. Biz mana mushundaq haqiqiy uyushgan kuch bo'lsaqla, ularni oxirgacha yengalaymiz." Mana mushu ishlar o'tib, oradan qanchalik vaqtlar o'tdi-ekin, İlyas apandi bir kechada tuyuqsiz yo'qab ketdi. Qizning xiyoli mana amdi o'quvchilarning yaxshi ko'radigan yana bir odami Nizomiddin apandiga yo'tkaldi. İlyas apandi izsizla yo'qolib, oradan bir necha oy o'tgandan keyin o'quvchilar İlyas apandining izdak so'roqini qilib, Nizomiddin apandining oldiga bordi. Nizomiddin apandi dastlabda kulimsiradi. Keyin qapqini salgan holda, "Na ketadi? Ejdiha yutib ketdi", dedi g'azab bilan. "Hozirchu odam o'g'irlarining qadimi ittiklab, o'quvchilarga yetib keldi." Qizning nepiz lavlari pichirildi. "Bu jallodlar toza adigili turdi. Jigarlik odamlar, oq qorni farq etalaydiganlar, o'z xalqining g'amini yeydiganlarni qo'ymaydigan o'xshaydi." U yana nurg'un ishlarni o'ylagan bo'ladi. Biroq shu chaqda beri "Rayhon" deb chaqirib qoldi. Rayhon cho'chib yonga qaradi.
Varisjon uningga kulimsirab qarab turadi. Rayhon, dedi Varisjon qizning namlashgan chiroyli ko'zlariga tatirib ketgan, lekin yiqimliq yuziga ko'z uzmay talmurib, yo'qolan ishlarga ko'ngil bo'lmang. Qaranga, u ikkisini tutib ketganiga ich og'ritib, texi yig'labsiz. Qo'rqib ketdingizmi ya? Ha, rost, qiz bola degan qo'rqinchoq bo'ladigan. Qo'rqqanim yo'q, dedi qiz ko'zlarini Varisjondan qochirib, nalargadir qarab. Amsa, nimishqa shuncha tatirib ketdingiz? Cho'ng opam ko'rsa xafa bo'ladi, dedi Varisjon qizga texmo yiqilishib. Rayhon, siz azoblansangiz, men rost gapimni aytsam, men sizga qarabla titildab ketadiganman. Yolg'on gap qilmang, dedi qiz yerga qarab. Savoqdoshlaringiz, o'qituvchilaringiz tutilib ketyapsa, ich og'ritibmi qo'ymaysiz? Kim biladi? Xushal bo'latamsiz texi. Menga qarab titildab ketgudek texi. Ular kim? Siz kim? dedi Varisjon qizning to'lqinliq qop-qora sochlariga, oppoq bo'yni va g'ijim sochlar orasidagi oltin halqa asqan quloqlarga yavdadigandek och ko'zlik bilan talmurib, siz degan mening baxtim. Varisjondan to'la anglagan bu so'zlarni qiz yomon ko'ratdi. Rayhon qo'shomisini turib Varisjonga qaradi. Yana lavzlash qilturdi. Varisjon gimnaziyaga kirgandan keyin Rayhonning kayniga kirib oldigan bo'ldi. Dastlab tartinib, oshiqlik dardini ichiga yutib yurdi. Qizga bo'lgan muhabbatini izhor qilib yoshirincha 10 necha parcha xatmi yozdi, lekin birinimi berishga jur'at qilolmadi. Keyinroq shahar turmushi, shahar bolalarining o'zini erkin tutishi, qizlar bilan bo'lgan muomaladagi erkin ozodaligi uningga barbara ta'sir qilib, ulardan eshib ketdi. Shuning bilan rasmiy birinchi xatini yozib, Rayhonga tutqizib qo'ydi. Javob ololmagandan keyin ikkinchi, uchinchi xatini, uningga javob ololmagandan keyin 4-chi, 5-chi qatimli xatlarni yozdi. U javobsiz qoldi. Bo'lmasa, keyingi xatiga o'z muhabbatidan boshqa dadasining butun ta'alluqotini va ta'alluqot oxiri o'ziga qoladiganligi, to'y qilsa Rayhon bilan shahona turmush o'tkazadiganligi haqida yozgan edi. Shuningdan keyin u xat yozishni to'xtatib, Rayhonga soljidek yepishib oldi. Ko'rganlar yerda boyqidek tetiqsiz gaplarni qiladi. Uruq tuqqanchilikni to'la ta'riflab, pat-patla ularning uyiga berib oladi va onasi orqali sovg'a salomlarni ko'plab kirgizib turadi. Yezg'a chiqsa onasiga Gulsumxon cho'ng opamlar undan qisilib qopti, deb tag'irlab un akirgizib, Rayhonning onasiga opam sizlarga lag'man etib yesin deb binam unidan kirgizibdi, deydi. Varisjon o'zini Rayhonga qancha yaqin tutgan sari, Rayhon o'zini uningdan shuncha yiroq tutadi. Rayhon o'rnidan turdi. Uning ko'yishib ketgan puti o'zining emasdek ko'pib ketgandek bilindi. U yengishib tizini ulg'an holda, boshqalar nima qo'ydi? Siz nima qo'ydi? dedi va sirtqa qarab mangdi. Varisjon chaqiribdi, qayrilibmi qo'ymadi. Varisjon qayoqqa mengishni bilmay, ko'zlari imir-chimir bo'ldi-da, o'zini boshqarolmagan holda Rayhonning kaynidan mengib ko'chaga chiqib qoldi va oldiga kelib qolgan Nodamni bayqamadi. Varisjon, dedi Nodam uningga ajablanib qarab. Nima besh davrab qolgan odamdek qilib yurasan? Varisjon cho'chib ketdi va ko'zlarini yo'g'on ochdi. Chunki u Nodamni mundoq uchirtib qolaman deb hargiz o'ylamagan edi. Nodam, voy, qachon tushding? dedi u hayron bo'lib. Nodam buning savdoyligi texi bormi nima deb o'yladi-da, hozir tushim, qanday ahvoling? dedi uningga kulimsirab qarab. Yaxshi, yaxshi, dedi u o'ziga kelib. Opamlarning ahvoli qandoq? Ma'lichi tinchlikmi? Nodam qisqacha javob berdi. Sen ko'rgandek. Nodamning bir qo'lida to'qach, qand kezak silingan xalta, yana bir qo'lida ko'lchakda liq qaymoq turadi. U Bayden shaharga kirish uchun bir kunlik ruxsat so'ragan edi. Ahtamboy dastlabda unamagan. Keyin o'qiyotgan o'g'liga xalta kirgizish esiga kelib qilib, "Bo'pti, kirsan kir. Varisjonga xalta olg'ach kirsan, ammo bugundan qolg'uch bo'lma", degan edi. "Mavu xaltlarni opang kirgizdi.
dedi Nadam qo'lidagilarni uningga sunib. Yur, yotoqqa kirmamsan? Yo'q, opam og'rib qolgan. Hozir tuqqunimizning uyiga borman. Nadam Anvar apandi yezib bergan xatni ilib, Nizomiddin bilan ko'rishmoqchi bo'lib, shaharga tushgan edi. Bo'yni kesik mahallasidan tushib kelibla, kishilarning chiroylaridan bir andishlik chiqib turganligini sezdi. Shunglashqa, uningmi yuragi siqilgandek bo'ldi-da, qadamlarini ildamlatib, Udul Eli Millatlar Gimnaziyasiga kelgan edi. Mana endi u Nizomiddinning uyiga qarab mandi. U ko'chadagi kishilarning chiroylariga, mingish turishlariga sapsilib ketib boradi va oralab putidagi xat qistirilgan cho'ruqqa qarab qo'yadi. Nadam Nizomiddinning o'ltirgan uyi bor ko'chaga yaqinlab keldi. U do'qmushqa qaradi-da, tini shurkunib, yuragi birdilla tez-tez urib ketdi. Chunki bu yan ko'chaning yog'och ko'rikida ko'zlarini chav yegan mushukdek parqirtib, ko'k chapalliq bir kishi o'ltiradi. Uning yodiga darrula Nizomiddinning Anvarga aytgan so'zlari keldi. Nadam o'yladi. Bu kim o'zi? Payloqchi bo'lib qolmasa yana qanday qilish kerak? Kirish kerakmi yoki kirmaslik kerakmi? Bu bir qisma maxluq bu yerda nimishqa paydo bo'lib qoldi? Uqildi. Bexudlik qilishga hargiz bo'lmaydi. Demak, odam o'g'rilarining qadami bu yerga yetibdi-da. U qadamlarini ildam tashlab, Nizomiddin o'ltirgan 3-qo'rg'oga burilmay o'tib ketdi. U aylanib cho'ng ko'chaga chiqib, azroq mangmayla bir to'p odamning bir stolbiga o'lishib olganligini ko'rdi. Stolbining kishilarning bo'yidan egizroq yeriga bir parcha qog'oz yepishtirilgan edi. Baraymi, barmaymi deb o'yladi u. Odamlar nimishqa bu yerga yig'ilib oldi? Ularning qiziqib o'qiyotgani nimadi? Berib baqay, biror ishdan xabardor bo'larman. U kishilarning yiniga kelib, iliqi qog'ozga ko'z tashladi-da, hayron bo'lib turgan o'rinda turibla qoldi. Yuzlaridan o't yenib ketgandek bo'ldi. Qog'ozning yuqori taraf o'ng burchiga Anvar apandi tasvirlab bergan odamning xuddi o'zi Nizomiddinning surati tushirilgan edi. U o'ziga ishonmagan holda toza zan qo'yib yinib qaradi. Shu Nizomiddinning naq o'zi. Nadam e'lonni o'qidi. Uningda Eli Millatlar Gimnaziyasining sobiq o'qituvchisi Nizomiddinning xotin bolalarini ilib qayoqqadir qochib ketganligi, agar kimdir kim hukumatga sodiqlik bilan xizmat ko'rsatib, uni tutib bersa, 10 sar sap oltin beriladiganligi aytilgan edi. Nadam e'lonni yana bir qitim o'qib chiqdi-da, xuddi hech nima ko'rmagan odamdek o'zini tutib olgan holda bir xil qadam tashlab yurib ketdi. Nega ketgandi deb o'ylaydi u. Shaharda xupyana yuramdigandi. Baya u qo'rg'oga burilmag'inim ajab yaxshi bo'pti-kanda. Bo'lmasa toza to'zoqqa tushdi ekanman. U shundoq o'y xiyollar bilan ketib boradi. Uning xiyoliga amdi Anvar apandining hozir shaharda ahvol jiddiy, hukumatga qarshi harakatmi kuchlik, hukumatning odam tutishimi yuqori to'lqinga ko'tarilgan degan so'zlari keldi. Anvar kam shaharning vaziyatini bayqatchiq degan edi, deb o'yladi Nadam yana. Bu to'g'riliq varischandinmi, ba'zi narsalarni o'qish mumkinmi? To'xta, shuni yiniga boray. U gimnaziya tarafga qarab mandi. Eli Millatlar Gimnaziyasi maydonida o'quvchilarni cho'chitgan yana bir voqea yuz berdi. Maktab tartib mudirining ishxonasidan ko'k chapalliq 2 kishi chiqdi. Yaqindan biri o'quvchilarga bu ko'k chapalliqlar obdanla tonish bo'lib qolg'achqa, hammasi ularga sapsilib qadamining qayoqqa tashlanganligiga diqqat qildi. Shu chog'da tartib mudiri derazdan bo'ynini so'zib qarab turadi. Iliqi ikkisi Rishotkaga yo'linib o'ltirib pichirlashib parang qilishayotgan Botir G'ozi bilan Isoqning oldiga udul keldi-da, ularga nimadir bir nimalarni deb ikkisini oldiga silib mandi. O'ynalayotgan o'yinlar chippida to'xtab qoldi. O'quvchilar durrida qilib ularning keynidan mandi. Ikki o'quvchini oldiga silib ketib borgan iliqi ko'k chapalliq boshqa o'quvchilarga anglitib turib dedi: "Sizlarni bosh saqchi chaqiryotidi. Bir narsani so'ramoqchi. Aniqlab bo'lgandan keyin hozirlik qaytib kelasizlar." Ko'k chapalliq Botir G'ozi bilan Isoqni maktabning janub tarafidagi cho'ng darvozadan ilib chiqib, o'ng qo'lga burildi.
Batır G'azi bilan Isoq o'zlarini nimishqa elib ketib borganligini tushungandek, nurg'unlagan o'quvchilarmi bu elib ketishning sabablarini tushunatdi. Bir o'quvchi: "Bugun bular tutib ketildi. Ata kimlar tutib ketildikan?" dedi ig'ir xo'rsinib. Shu chaqda maktab qorosiga Nadam kirib keldi. Uni yotoq derazasidan ko'rib qolgan Varisjon oldiga yugurib keldi. "Endi qaytmoqchiman", dedi Nadam. "Gap so'zing bormi? Olg'ach ketay. Opamlarga salom aytib qo'y. Boshqa gap so'zim yo'q", dedi u. "Nima? Maktab ichi ansizlig'u?" dedi Nadam to'plashib bir qisma holatda turgan o'quvchilarga qarab. "Hozir maktabdan buzuq o'quvchilar nihoyatda ko'p chiqyotidi." "Buzuq o'quvchilar?" "Ha, hukumatga qarshi buzuq o'quvchilarni tutib ketib boradi. Yilroqdila 2 o'quvchini mushu maydondan tutib ketdi." "Qachondan beri jiq tutyotidi?" "Mushu bir haftadan beri." Nadam shaharda tutqun qilishning keng qanot yayganligidan hukumatning toza tipirlab ansizlikka tushib qolganligini bayqadi. "Diqqat qil", dedi u. "Buzuq o'quvchilarga chetilib qolma yana." "Men nimishqa chetilatdim?" dedi Varisjon qopqini turib. "Undaq buzuqlarga qarshi kurash qiladigan odamman." Nurg'un o'quvchilarning beshiga kelayotgan baxtsizliklardan Varisjonning parvoyi palak edi. Boshqalar yuz berayotgan ishlardan g'azablanib yoki andish qilib yurayotsa, u xotirjam yuratdi. O'quvchilarning ko'ngil bo'layotgan, qiziqayotgan narsalarini u o'ylabmi qo'ymaydi. Vaziyatdagi shuncha tez o'zgarishlar uning maylini qilchimi tortolmaydi. Qancha o'nlagan saboqdoshlarining qora darvoza ichiga kirib ketilishi uningda teriqchilikmi echinish paydo qilolmadi. Balki shundoq o'quvchilarga qarshi turadiganligini sinfda, yotoqda, maydonda va ko'rgan har bir kishiga aytib yuratdi. Nadam Varisjonning shu so'zini anglab, ko'zining ichiga bir qaradi-da, "Amsa men yanay", dedi kayniga burilib. Xo'sh, ular so'sla xo'shlashdi. Davomi bor.